Assalomu alaykum, uzum ishqibozlari. Bugungi ma'lumot Ukrainalik seleksioner Anatoliy Golubni Bardo So'xranniy erta pishar uzumi haqida bo'ladi. Uzum yirik donli, nihoyatda erta pishadi. Podarokniy svetayadan 5-6 kun avval pishadi deyilgan. Podarokniy svetaya bilan juda o'xshash. Chunki bularda o'sha otalik urug'ida o'sha talisman uzumi ikkalasida ham bor. O'shaning uchun uzumlar bir-biriga juda o'xshash, lekin bu mana pishganiga yaqin 2 hafta qolgan. Uzum qattiq, bo'shab ketmaydi. Muskat ta'mi bor, donlari yirik. Mayda don yo'q. Shu belgi payvandda. Uzumda xarakteristikasida 15 grammdan 18 grammgacha bo'ladi deyilgan. O'sha uzum boshlari ham 1-2 kilogacha, 1,5 kilo ana shunaqa ham berilgan. Endi bu nishona hosil. Lekin nishona hosilga ham mana mayda don yo'q, yirik donli. Mazasini ko'rdim, mazasi ajoyib, muskat ta'mi bor, chiroyli. Novda o'sishlari kuchli. Mana shu novda mana yaqin 3 metr o'sib bo'lgan. Chunki mana bu salqin joydagi uzum edi. Bunga endi bir necha uzumlar, mana bu fresh muskat ularga mana bu yerda Yamayka, Son Angelika, mana bu yerda ham o'sha Bardo So'xranniydan preparat usulida payvand qilib berganman. Bu uzum palg'ari qilingan uzum. U narigi tomonida u arra 34 ulangan. Xullas, Bardo haqida. Bardo ajoyib rangga to'q bardoviy svetga ega, shirin ta'mli, muskat ta'mli uzum. Har bitta xonadonda bo'lishini xohlardim, chunki yeb ko'rdim, mazasi yoqdi menga. Erta pisharligi bilan donlari dumaloq, chiroyli ko'rinishga ega. Po'sti yeyilganda sezilmaydi, ichida bitta-ikkita urug'i bor. Sog' bo'la, salomat bo'la. Hozircha bu uzum haqida bilganim shu. Chiroyli uzum ekan.